Biz serverlarni reklama qilishda davom etamiz. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Alfa. Biz bugun yana yangi serverdamiz. Bu server avvalgi ikki serverga qaraganda unday ko'p farq qilmaydi, lekin baribir go'zalligi ajoyib server. Juda ham chiroyli qilib tuzilgan. Lekin men sizlarga buni faqat o'ng taraf tepada nomini ko'rsata olaman. Chunki bu serverda asosiy lobbisiga qanday qaytishni bilmadim, lekin bu server juda ham ajoyib qilib tuzilgan va bu serverda men bitta o'yin topganman. Buni hamma bilsa kerak. Fireball Fight bu juda ham menga yoqqan ajoyib o'yin. Va bu serverda hozir o'ynab ko'ramiz. To'g'riroq bu o'yinda onlayn o'yinchilar kam ekan, chunki men ertalab video olyapman. Qani, let's go. Onlayn o'yinchilar bu yerda kam ekan, kuchli o'yinchilar ham bor ekan. Masalan, mana bu bratishka meni tushirib olmoqchi bo'lyapti. Va tushirib ham oldi. Battar men ham tushirdim. Oni davay. Bachcha tushirish maqsadimiz, lekin qo'rsak ham xato yemaysizlar. Chunki bu lekin rostdan botlik bo'ldi. Juda ham qattiq botlik bo'ldi. Qoni baytaloqqa qasam. Qaranglar, ajoyib fit ko'rsataman. Unda qilsa otasizlar. Sizlar ham bilasizlar, lekin bu ham o'ladi. Ko'rdilaring, sizlarga juda ham ajoyib top berdim. To'g'risi bu o'yinda qanday gapirib, bu ham o'yinga ham men ovozimga gap chalishni xohlamagandim, lekin baribir o'yinda tahlil berish kerak. Lekin bir savol meni qilyapti. Nega men o'yinimda o'zim tahlil qilib berishim kerak? Sizlar tahlil qilib olishlaring kerak emasmi? Bizda savollar javobi yo'q, savollar juda ham ko'p. Seni qo'yamiz va uchib ketmaylik o'zimizda. Baribir uchirib yubordim ha. Ma'lum qilib ehtiyot bo'lish kerak, yiqilib ketmasligim kerak. Yiqilib ketsam barchaga mag'lub bo'lgan hisoblanaman. Men esa mag'lub bo'lish niyatim yo'q. Bloklar ortiqchalik qilmaydi. Endi qo'yamiz. 1 2 3. Va biz kerakli manzilda emasmiz, lekin o'rtaga borishimiz kerak. Qani bu tushib ketmasam bo'ldi. Mayli do'stlar, bu bola meni yutdi deb hisoblaymiz, lekin qaranglar, o'yin tugaganda qo'yishdi ajoyibligini. Shunday qo'yishdi to'g'ri bo'lsin kerak. Mayli do'stlar, mayli biz endi bu o'yindan chiqamiz. Agar sizlarga shu yoqsa, men uni videoni ustida qo'yaman. Mana do'stlar, biz o'yinni ham tugatib oldik, lekin bu server menga juda ham yoqdi, sizlarga aytsam bor. Menga dekoratsiyasi ko'proq yoqdi. O'zidan ham ko'ra, o'zi ham qandaydir yaxshi, lekin dekoratsiyaga 5 baho. 5 ham emas, 10 baho qo'yaman. Bizni hozirgi qanday desam, maktab loyihamizda 10 baho qo'yaman. Sizlarga bilmadim, o'z fikrlaringizni izohlarga yozib qoldiring va bizning kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmang. Sababi biz tezroq 100 ta obunachiga ega bo'lishimiz kerak. Va yana aytmoqchiman, 100 ta obunachiga ega bo'lgandan keyin 20 ta obunachi ichida battle o'tkazmoqchiman. Qatnashmoqchi bo'lsalaring Telegramga o'tinglar. Xayr, salomat bo'ling.